Assalomu alaykum akalar, tuzimsizlar. Shu Ventalizin O'zbekistondagi dori hadeb chetlikni ishlataveramiz. O'zbekistondagi ishlataylik. Akalar biznikilar ham mana bo'shashib ketdi kaptallar. Ular bari yangi kelganlar bor. Bular ham kelganiga bir oycha bo'lib qoldi. Shular aynan shular bo'shashdi. Chuma bo'lsa kerak. Shularga ukol qildim hozir. Shashilib ukol qilmanglar. Kasallanib ketib qoladi bu ukol ham. Immuniteti yaxshi emasnab ketib qoladi, lekin immuniteti har qalay yaxshi bo'lsa tuzatib yuboradi, yaxshi qilib yuboradi. Hozir qildim. Mana shunaqa chuma kasallarga jo'natib qo'yib, shashilib qilib yubormasin. Ertaga ham video qilaman, holatini ko'rsataman kaptalar. Ko'ryapsizlarmi? Kaptalar ancha semiz, lekin shu anaqa bo'lib qolgan, qurpayib qolgan. Ahmadjon kuzatinglar akalar, xudo xolasa yana qo'yaman. Xudo ham yomon emas ahvoli. Shu boshlanib qolgan. Eski dori ichganlarim bor, o'shalar yaxshi. Parashutga ham ta'sir qilmay qolar ekan. Chumaga qarshi parashut bor, u ham ta'sir qilmayapti hozir bularga. Chunki biz beretdim. Endi hozir shuni qo'lda qilyapman. Chunki buni ham tavsiya qilishgan, yaxshi deyishgan. Buni oddiy aptekadan olasizlar, zo'r aptekadan olasizlar, narxi 15 ming so'm. Men 15 ming so'm berganman. 50 milligram bo'ladi mana. Bu ham zo'r narsa. Bundan oldin ham men chumaga emas, boshqa shamollashlar shu bilan tuzatardim qo'l qilib. Lekin bu chumaga ham zo'r ta'siri degandi. Mana shunga qildim, bunga qildim. Bitta siz oqbosh sizga qildim hozir. 3 ta. Yana bitta sizlar bor, o'yinga qildim. 4 tasiga qildim. 4 o'zi sal bo'shroq. Xullas shunaqa akalar. Xudo xolasa foydalaninglar. Shashilib qolmanglar. Bir kun kutinglar, degan bir agar kattalar holati yaxshi bo'lsa, yana bitta video qilib qo'yaman, ko'rasizlar. Assalomu alaykum akalar, tuzimsizlar, yaxshimisizlar? Kalos xizmatlari. Mana ikkitasini tushirdik. Hozir yana ikkita tushiramiz qolganini. Xizmatlar bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Andijon, Namangan, Farg'ona bo'ylab xizmatdamiz xudo xolasa. Ustakamiz mana mayda kavlayapti. Bormang ustaga. Shular bor, biz bor deydi. Mana bo'ylari 1.20. Yo'q, eni 1.20, bo'y 90, ichi 1 qoladi. Chunki devori 10 dan 1 tonnadan atrofida suv sig'adi. Ko'plar anaqaga qilyapti, nima deydi? Suvga quduq qilishyapti. Shunga ham ishlatishyapti. Mana qopqoqlari ham bor. Ko'chaga ham zaklushka qopqoqlarimiz bor, lekin armaturalik. Bunisi eng arzon qopqoqlardan, hali qimmatlari ham bor. Assalomu alaykum akalar, tuzimsizlar. Akalar, mashi kaptarchi. Azamat aka bor, bilsanglar. Tilla akaning videosi ham chiqib turadi Andijonda. Kaptar bilan shug'ullanadi. Asha Azamat akadan olgandim. Gideta 7-oylarda olgandim 2025-yili. Shu 6 oydan o'tib qoldi, hali tuxum qo'ygan yo'q, lekin bellari ishib qolgan, tuxum qo'yib qolsa kerak. Bu nari. Men ajomas tuxum qo'yib qoladi.